tashlab, bugun xudo xolasa 2026-yil 15-may navbatdagi prezidentimizni Andijon viloyatiga sotilyapti. Akamiz kecha telefon qilganida bugun mana olib ketyaptilar. Aka qanday? Kecha telefonlashdik. Gaplashdik, narx-navozni boshqasini. Keldim 2 soatda uğraştı, zo'r bo'ldi hamma. Rahmat sizga. Yoshlarga xizmat qilasiz. Mana hujjatlarni ham hammasini topshirdik. Hamma 10 kun ichida xudo xolasa sog' bo'lasiz, pasport pravo olsak bo'ldi. Mana manzilimiz. Mana bu M39 betoncha katta yo'l usti. Mana bu stadion mana ko'rishingiz mumkin. Mana stadionda biz ishlaymiz. Bu prinsipimiz prokurorga 240 razmerda bo'ldi. Ko'zi tushmasligi uchun mana orasini ham kichkina qilib berdik. Shu ko'zlar tushib qolmasin, kichkina qilib berdik. Mana ingiz saqlab beramiz akaga. Bolalari har doimgidek Nexia bilan zavod safar almashadi. Cho'q qilib qo'llarni ayollar qilib har doimgidek shirinlikdan amalan zanjir qalin zanjirdan mana ko'rishingiz mumkin. Parkop, tok montaj hammasini chiroyli qilib akaga topshirdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasiz. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'ling.